qizg'in mushoira, qaynoq ijodiy bahs, fikrlar qarama-qarshiligi, bilimlar bellashuvi, iste'dodlar to'qnashuvi, ranglardagi keskinlik, so'zlardagi joziba, do'stona raqobat, o'zingga bo'lgan ishonch eng katta qurol. Umidsizlikka berilma. Sendagi iroda, matonat, shijoat sen uchun qalqon. Sen o'zingda kashf etgan iste'dod va bilim o'zgalarda ham bo'lishi mumkin. Kim kuchliroq, kim ustun, buni duel ko'rsatadi. Duel, sinovlar maydoni. hoziroq ro'yxatdan o't.